Agar siz hozir o'z qadringizni kimgadir nimadir qilib his qilayotgan bo'lsangiz, misol uchun bolangizga nimadir qilib beryapsiz, oyijon rahmat, yaxshiyam borsiz. Nevarangizga qilyapsiz, u ham sizga rahmat aytayotadi, siz o'zingizni takoy naполненный baxtli his qilyapsiz. Lekin siz ularga nimadir qilmaganingizda ular sizga rahmat etmasa yoki qilganingizda ham rahmat etmasa, siz ichingizdan xafa bo'lib qolayotgan bo'lsangiz, mendan foydalanyapti deb o'zingizni keraksiz his qilayotgan bo'lsangiz, bu sizni bolaligingizdagi tushunib qolgan xulosangiz. Ya'ni siz oyingizni uylarini yig'ishtirib, ovqatlarini qilib berganingizda, "Молодец, qizim, keldi" bitta achomlagan bo'lsa, sevish uchun, achomlash uchun, meni yaxshi ko'rish uchun onamga nimadir qilib berishim kerak ekan, qilmasam meni erkalamas ekan degan tushunchalaringiz hozirgi hayotingizda ham patternli поведение bo'lib aylanib qolgan. Agar siz mana shu поведениеdan chiqib, o'z qadringizni birovlarga nimadir qilishda emas, o'zingizga qilib his qilishi va boshqalarga qilganingizda buni kutuv bilan emas, ya'ni Alloh uchun qilishni boshlaganingizda muammo ham bo'lmaydi. Agar sizga mana shu muammolaringizni yechimini istamoqchi bo'lsangiz, men sizni hozir va shu yerda transformatsion kursimga taklif qilaman. Agar sizga batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, kommentlarda bir raqamini qoldiring.